Bir mezgilden keyin Hazreti İsa Galiliya köli, Tiberiya köli debmu atıldıgan kölning u qitig'i o'tdi. Zo'r bir top xaloyiq uning keynidan agishib mangdi. Chunki ular uning kasallarni saqaytgan mo'jizalarini ko'rgan edi. Hazreti İsa taqqa chiqib, u yerda shogirdlari bilan birga o'ltirdi. Bu Yahudilarning o'tib ketishi etiga oz qolgan vaqt edi. Hazreti İsa beshini ko'tarib, zo'r bir top xaloyiqning o'zining oldiga kelayotganligini ko'rib, Filipdan shuncha ko'p odamni to'ydig'idek nonni nadin topamiz deb so'radi. Hazreti İsa bu so'zni uni sinash uchun aytgan edi. Amaliyotda qanday qilishni o'zi biladi. Filip javoban: "Hammaylarning bir burduning non yeyishi uchun 20 yillik kirimi yetmaydi", dedi. Shogirdlardan yana biri, ya'ni Simon Petrusning inisi Andar Hazreti İsa'ga: "Bu yerda bir kichik bola bo'lib, buningda 5 arpa non bilan 2 beliq bor. Lekin buncha bola odam uchun bu nimaga yetsin?" dedi. "Ko'pchilikni o'tirg'izinglar", dedi Hazreti İsa. U yer keng ketgan chimanzorlik edi. Xaloyiqning hammasi o'ltirdi. U yerdagi erlarning sonila 5000 chi bor edi. Hazreti İsa nollarni qo'liga ilib, Xudoga shukr etgandan keyin o'tirganlarga bo'lib berdi. Beliqlarni shunday qildi. Ko'pchilik xolgancha yedi. Hammaylan yeb to'yganda Hazreti İsa shogirdlariga: "Eshib qolganini yig'inglar, hech narsa zoyi bo'lmasin", dedi. Shuning bilan ular ko'pchilikning 5 arpa nondan yeb, eshib qolganini 12 sevatga to'ldirib yig'ib oldi. Xaloyiq Hazreti İsa'ning ko'rsatgan bu mo'jizasini ko'rib, dunyoga kelishini Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambar haqiqatan mushu ekan deyishdi. Hazreti İsa ularning o'zini İsroillarning podshoyi bo'lishga majburlaydiganligini bilib, ulardan ayrilib, qaytadan taqqa talha chiqib ketdi. Kechqurun Hazreti İsa'ning shogirdlari ko'l bo'yiga kelishdi. Gerçi qorong'i tushib ketgan bo'lsa-mu, Hazreti İsa texcha ularning yeniga kelmagan edi. Shuning bilan ular bir kemiga o'ltirib, ko'lning u qetidagi Kapernaum shahriga qarab yo'l elishdi. Qattiq bo'ron chiqib, ko'lda do'lqin ko'tarilayotdi. Shogirdlar palab urib, 4-5 chaqin yergacha borgandan keyin Hazreti İsa'ning ko'l ustida mengib, kemiga yaqinlashayotganligini ko'rib, qo'qishib ketdi. Lekin Hazreti İsa ularga: "Qo'rqmanglar, bu men", dedi. Buning bilan ular Hazreti İsa'ni kemiga chiqishga undidi. U kemiga chiqqandan keyin ular bormoqchi bo'lgan yeriga berib qoldi. Ikkinchi kuni ko'lning u qetida qolgan xaloyiq tungi kunda u yerda faqat birla kemining borligini, Hazreti İsa'ning o'z shogirdlari bilan birga u kemiga o'tamaganligini, shogirdlarining yolg'iz ketganligini esiga oldi. Bir necha kema Tiberiya shahridan Hazreti İsa duo qilib, xaloyiqqa non taqtibaga yerga yaqin kelib to'xtadi. Hazreti İsa'ning va shogirdlarining u yerda emasligini bilgan xaloyiq u kemilarga o'ltirib, Kapernaum shahriga Hazreti İsa'ni izdigilmoqdi.
Xaloyiq uni ko'lning u qetida topgandan keyin, "Ustoz, bu yerga qachon keldingiz?" deb so'rashdi. Hazrati Ayso mundaq javob berdi. Bilib qo'yinglarki, sizlar meni mo'jizalarimni ko'rib tushunganliginglar uchun emas, balki nonlardan xolgancha yeb to'yganinglar uchun izladinglar. Biroq sizlar buziladigan oziqlik uchun emas, buzilmaydigan, mangulik hayotlik beradigan oziqlik uchun jon tikib ishlanglar. Buni sizlarga inson o'g'li o'zim beraman. Chunki mening bunday qilishimni Xudo otam tasdiqlagan. Ular qanday qilganda Xudoning xizmatida bo'la olamiz deb so'rashdi. Xudoning xizmati Xudoning avatkiniga e'tiqod qilishdir deb javob berdi Hazrati Ayso. Ular yana siz qanday mo'jiza yaratish bilan bizni o'zingizga ishondirsiz? Bizga nima qilib bermoqchisiz? Ajdodlarimiz cho'lda yurganda manna deb atalgan non yegan. Bu vaqtda Zaburda u ularga arshdan tushirilgan non taqdim qildi deyilgan. Siz bizga nima taqdim qilmoqchisiz? deyishdi. Biroq Hazrati Ayso ularga mundaq dedi. Bilib qo'yinglarki, ajdodlaringlarga osmondan tushgan nonni Musa payg'ambar emas, balki Xudo otam bergan. Mana hozir sizlarga osmondan tushgan haqiqiy nonni Xudo otam beryapti. Bu non arshdan tushgandir va butun dunyoga hayotlik berguchidir. Taqsir, hamisha bizga bundoq non berib turg'aysiz, deyishdi ular. Hazrati Ayso mundaq dedi. Hayotlik beradigan non o'zimdirman. Mening yenimga kelganlar hargiz boshqamaydi. Menga e'tiqod qilganlar hech qachon usmaydi. Lekin sizlarga aytganimdek, sizlar meni ko'rgan bo'lsanglarmi, menga e'tiqod qilmayapsizlar. Xudo otam menga topshirganlarning hammasi mening yenimga keladi. Mening yenimga kelganlarni hargiz tashlab etmayman. Chunki men o'z irodamni emas, meni avatkuchining irodasini amalga oshirish uchun arshdan tushdim. Meni avatkuchining irodasi bo'lsa, uning menga topshirganligidan birini yo'qotmasligim. Shundaqla qiyomat kuni ularning hammasini tirildirib, mangulik hayotga erishtirishimdan iborat. Chunki mening otamning irodasi o'g'lini, ya'ni meni to'nigan va menga e'tiqod qilganlarning hammasini mangulik hayotga erishtirishdir. Men ularni qiyomat kuni tirildirib, mangulik hayotga eriştirimen. Hazreti Ayso erishtin tushgan non o'zimdirman deganligi uchun Yahudilar uningga norozi bo'lib, o'dinishga boshladi. Bu Yusufning o'g'li Ayso emasmi? Otasinimi, onasinimi taniydigan tutsak, ya'ni qandoqlarcha erishtin tushsin deyalsin, deyishatdi ular. Mana o'dishmanlar, dedi Hazreti Ayso. Meni avatgan Xudo otam o'zi kishilarning qalbiga solmasa, ular mening yenimga kelamaydi. Mening yenimga kelgan kishilarni qiyomat kuni tirildiraman. Payg'ambarlarning yozimlarida mundaq yozilgan. Ularning hammasiga Xudo tarafidan ta'lim berildi. Shunga otamning ta'limini anglagan va uningdan o'rgangan kishilar mening yenimga keladi. Bu otamni bir kishi ko'rgan deganlik emas. Otamni faqat uning yenidan kelguvchi menla ko'rgan. Bilib qo'yinglarki, menga e'tiqod qilganlar mangulik hayotga allaqachon erishgan bo'ladi. Hayotlik beradigan non o'zimdirman. Mening yenimga kelganlar hargiz boshqamaydi. Menga e'tiqod qilganlar hech qachon usmaydi.